Yolg'on gapirib yurganlari uchun oxiratda alamli azob bordir deb Alloh aytayapti. Valahum azabun alim bima kanu yakzibun. Dunyoda yolg'on gapirib yurganligi uchun alamli azob bo'lishligini Alloh marhamat qilyapti. Qiyomat kunida bir aldovchi, ya'ni dunyoda aldovchilik qilgan, firibgarlik qilgan, yolg'onchilik bayrog'i bo'lar ekan. O'sha yolg'onchi odam o'sha bayroq ostiga o'z-o'zidan borib qolar ekan. Bu falonchining xiyonati deb aytiladi. Banda bu dunyoda firibgarligi, yolg'onchiligini juda uddaburon bo'lib, yopib, tekislab ketishi mumkin. Lekin qiyomatda banda nima qilgan bo'lsa, o'sha suratda, o'sha ayb bilan taniladi. O'sha ayb bilan unga e'lon bo'ladi. Bu siddiq, bu kazzab